Captiva zo'r bo'lsa olib haydaman deydi insonlar uchun do'stlar. Sizlarga zo'rdan Captiva topib qo'ydik. Assalomu alaykum, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilari. 2018-yil holati zo'r, birdamchi kraskasi yo'q. Probegini ham kraskasini ham javob beramiz. 100 ming kilometr bormagan hali probegi. Holati zo'r. Liboy proverka, liboy ustangiz aytgan tekshiraverasiz. Narxini oldin aytib o'taman. 235 million so'm, narxi arzon emas. Mashina shunga arziydigan avtomobil do'stlar. Xitoy eski avtomobillarni olib zerikkanlar uchun zo'rindan, originalidan mana sizlarga 2.4 avtomobil do'stlar. Holati zo'r. Sizdan holatlarni e'tibor beramiz do'stlar. Vobshim mazza qiladigan joy dedi-ku. Holati vobshi zo'r. 1 gram aybi kamchilik yo'q. Hozir motor qismini ham ko'rsataman sizlarga. Haqiqiy legenda deb shuni aytsangiz bo'ladi do'stlar. Buning Captivani topish qiyin bo'lib qoldi, motor qismini qaranglar. Vobshim holati zo'r tutdi. 1 gram aybi kamchilik yo'q. Mashinamiz benzinda. Kuzovda qirchilgan, chizilgan, ko'ngilni xira qiladigan narsasi yo'q. 7 mesda. Holati vobshi zo'r. 4 balon ham zo'r holatda. Arka zadniy kameralari zavodskoy. Mana ko'rishingiz mumkin. 7 mesda ham joyida. Arkalarida odam o'tirmagan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Vobshim zo'r tutdi. Mashina sosteniyasini umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari ham vobshi приятный, аккуратный bo'lib turibdi. Mana durishini qaranglarmi, nima deydi bu? Bunning Captivani topish qiyin. Salon holatlari bo'yalmagan do'stlar. Hozir ko'pchilik ishi salonni bo'yab chiqarib turibdi. Bu bo'yalmagan, zavodskoy o'zi. Mana ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari vobshi zo'r holatda turibdi. Sidinasini lekin 10 ball bersangiz bo'ladi do'stlar, qaranglar. Mana chaklarini qaranglar, zavodskoy turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Xullas tayyor avtomobil. Narxini do'stlar arziydigan avtomobil. Ko'pchilik qimmat deyishi mumkin. Qimmat deydi ona obunachilar do'stlar, ko'rib birdan like ni bosib o'taverasizlar, videoni o'tkazib beraverasizlar. Narxini arziydigan avtomobil do'stlar 225 million so'm. 1 yil oldin shunday avtomobilni do'stlar 300 milliondan sotganman. 300 milliondan 1 yil oldin. Uje narxlar do'stlar tushdina 225 million so'mga zo'rindan olib haydasangiz bo'ladi. Like bosamiz, videoni Captiva izlabigilarga tashlab qo'yamiz.